Fransiya prezidenti Macron Xitoyga elib borgan ziyoratida chaqiriqlarga qaramasdan Xitoyning Sharqi Turkistondagi xohlagancha tutqun qilinishiga qarata hech qanday ifoda bildirmaganligi uchun kishilik huquq ko'zatish tashkilotining noroziligi uchirdi. Kishilik huquq ko'zatish tashkiloti Fransiya bo'limining mas'uli Badanikda Jenbrut Fransiya prezidenti Xitoy ziyoratida keng ko'lamli suiiste'molga qarshi sukut qildi mavzuliq bir maqola yozdi. O Macronning Uyg'urlarning keng ko'lamli kollektiv shaklda tutqun qilinishiga qarshi ommaviy so'rinda bir eg'iz so'z qilmaganligini tanqid qildi. O maqolada Macronning o'tgan haftadagi Xitoy ziyoratida kishilik huquq tajovuzchiliklarini o'ttirg'i qo'yish fursati bo'lsa-mu, bunda qilmaganligini bildirdi. Sharq Turkistonlik qozoq Qaysha Akan Qozog'istonga qonunsiz kirish bilan ayblanib sotlangan mahkamada panohlik iltimosini sundi. Qozog'istonning Jarkand rayonida ochilgan sotda Qaysha Akan o'zining 2018-yili 5-oyda Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmlari sababli Qozog'istonga kelishga majbur bo'lganligini aytdi. O sotda men Qozog'istonga panohlik tilash uchun keldim, meni qaytarib o'tmanglar, u yerda zulm nihoyatda og'ir dedi. 36 yoshli bu qozoq ayol burunqi erining o'g'lining va 70 yoshli onasining Sharqi Turkistonda qolib qolganligini bildirdi. Sobiq Sovet ittifoqi rahbari Stalin qo'lida qurol tutgan ohiski yoshlarni Germaniyaga qarshi urushga avatish bilan birga orqadan qolib qolgan ota-onalari va ayol bolalarini 1944-yili mol chorva to'shiydigan poyezdlarga besib qonliq surgun yo'liga soldi. 1944-yili 14-noyabr Ahiski va atrofida yig'ilgan taxminan 100 mingdek ahiskilik O'rta Osiyoga surgun qilindi. Ahiskiliklarning surgun qilinishi Turkiyani o'z ichiga olgan nurg'un davlatda xotirlanmoqda. Turkiya olam boshlig'i agentligi boshlig'i Sardar Husayn Yildirim Qozog'iston bilan sun'iy hamro ishlab chiqarish, sun'iy hamrolarni Baykonur bazasidan qo'yib berish, olam qatnashi uskunalari ishlab chiqarish va boshqa sohalarda hamkorlik o'rnatish haqida kelishim hosil qilganligini bildirdi. Qozog'istonda olam kunlari Baykonur dunyo olam qatnashining bo'shigi nomli yig'inga qatnashish uchun Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonga kelgan Yildirim Qozog'iston olam sanoati ministri Asqar Jumagilov bilan ko'rishdi. Ko'rishda Turkiya bilan Qozog'iston orasida olam qatnash jihatda hamkorlik o'rnatish muzokara qilindi. Erdoğan bilan Trump Oqsaroyda ko'rishdi. 1 soat 15 minut davomlashgan ko'rishishdan keyin ikki rahbar axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Trump Erdoğan bilan intayin yaxshi va unumli bir suhbat elib borganligini bildirdi. O Turkiya va Amerika doiralarining F-35 masalasini hal qilish uchun tirishchanlik ko'rsatganligini bildirdi va ikki davlat orasidagi $100 milliard savdo kelishimi haqida to'xtaldi.